Aha. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 26-yil 18-fevral Arafa kuni ertadan ro'za. Havo ochilib qoladi, 19-18 gradus, arilarni tekshirib chiqsin. Hozirgi paytda mana arilarimiz ovqati bor, arilar zichligi yaxshi. 6-7 ramkadan qolgan edi. Hozir tuxum qo'yishga boshlagan uchun arilarning ramkasini qisqartiramiz. Qandi berilgan, qandini yeyishga mana bu yerda ovqatlar turibdi. Bunaqada ham ovqat bor. Bemalol bunaqada o'sha mana rasplotlar bor. Mana shu yerga qo'yyapti. Ramkani misol 6 tadan 4 ta 3 tasini qoldirsak, ari zich bo'lsa, tuxumni keyin ko'proq qo'yadi ona. Ari isitishi yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa ish qilamiz hozir. Bahor boshlanyapti. Keyin ichini ham qandidan tushgan musorlar bor. Lapatkada tozalab, arilarni bir tekshirib, kana tushmadi. Mana bunda ham ovqat bor, mana yerda rasplot bor. Bu tomoni ham shunaqa. Bu yerda rasplot, bu yerda ovqat. Ari zich bo'lsa, pastgacha qiladi tuxumni. Shuning uchun ramkani kamroq berish kerak. Ari yoyilmasdan to'planib turish kerak. Shuna qilib, yana obedga kelib isiganda boshladik. Hammasi bo'ldi, bu oxirgisi edi. Ari ishqibozlariga bitta video bo'lsin dedim. Mana ovqat. Mana bu ham ovqat. Mana shu 4 ta ramka bunga yetadi hozir. Ovqati bilan yaqinroq qo'yamiz, qimillatib, arilarni chiqarib. Doskasini yopib, mana asali bor, ramkalar bor yana, arilar tarqab ketgan. Baqa ham hozir archalardan nektar kelyapti. Shuni baqa taxlashyapti. Buni orqasiga qo'yib qo'ysak, arilar o'zi u tomonga o'tib ketadi. Ovqat qolmaganda bu tomonga o'tishadi keyin. Mana shunaqa mana hozir 3 ta ramkani bu tomonga oldik. Ovqat idishimizni ham qo'yib qo'yamiz. Kaltagini qo'yib, endi xudo xolasa lenta olib kelib kanaga qarshi qo'yib qo'ysak, shu bilan bo'ldi. Ovqati bor. Gullaguncha hamma yoq yetadi. Like bosinglar. Aka. O'chiring. Qaysini? O'sha o'rtani bos. Buni?